Hop, kvartiramizdan obzor qilamiz. Hujum razvedkaga montaj qilamiz. Yo'q, kichkina sanuzulimiz bor. Interior o'tkalar gipslardan uriladi. O'lchamlari aniq bo'lgani uchun qo'lishni montaj qilganmiz. Hamma trubalarimiz so'z liniyalarini shunaqa ketma-ket ikkita ishlaydigan sistema qilganmiz. Bitta liniyani ochilsa, bitta to'shkadan suv ursa, qolgan liniyalardan suv aylanib turadi doim. Suv ortiqcha turib qolmaydi, bakteriya yig'ilmaydi. Issiq suvda ham doimiy resirkulyatsiya tizimi ishlab turgani uchun issiq suvda muammo bo'lmaydi. Qolgan holatda bitta yoqqanda issiq suv tushadi. Shunaqa yechim qilganmiz. Bu yoqda xonadagi toza havo olib ketish uchun shunaqa tashqaridan 76 diametrli trubada toza havo ketish uchun shunaqa liniya tortganmiz. Ishlashgan uyni buni yopishga to'g'ri kelgani uchun shunaqa ko'rinishda 76 trubadan foydalanib imkon qadar arzonroq yechim berganmiz. O'zi buni yaponlar tayyor trubalar chiqib ketgan, havo uchun ishlaydigan. Biz imkon qadar iqtisod qilish uchun shunaqa variantni tanladik. Tepada alohida havo uchun liniyamiz bor, yonida kanalizatsiya liniyamiz, kanalizatsiyani 100% shumizatsiya qilib qavat qoplaganmiz. Shunaqa davom etyapti. Bu yoqda ham radiator ham to'pli ko'l qilganmiz. Xonani isish uchun har bitta xonada o'rtaga yetarli o'lchamda radiatorlarimiz tanlangan. O'rtalarımizdan doimgidek ko'rinishda montaj qilinmoqda har bitta xonada radiator to'plangan. Bunisi ikkinchi sanuzulimizni liniyasi havo kiradigan. Ko'rinishda ichkariga ko'tarib montaj qo'yganmiz. Ertaga kampirdan keyin bemalol o'zini maxsus rishotkalarni qo'yib shunday holatga keltirsa bo'ladi. Bu sanuzulimizda ham kerakli jihozlar o'rnatilgan, installyatsiya xona uchun avvalgi traplar, Viega firmasining suxoy gidrozatorli. Bu yoqda shu qismimizda dush bo'ladi. Bu yoqda ham sanuzul ham tagida tahorat qilish uchun alohida joy berganmiz. Bu yoqda kir mashina o'zini maxsus siforlari bilan bu yoqda rakvina uchun montajlarimiz tayyor holatda. Bu yoqda installyatsiyamizni devorimiz gazoblok bo'lgani uchun umuman o'rtamasini oldini olish uchun mana shunaqa shina, montajli shinalarda yaxshilab mustahkamlab qotirib qo'yganmiz. Xudo xolasa o'sha tavsiya qilingan kafolat berilgan yuklamani ko'tara oladi. Bu yoqda faqatgina ho'l va oshxona qismimizda turli ho'llarimiz qilinmay turibdi. Sababi hali trubalarimiz oxirigacha taralmagan. Chunki bu yerda kartinamizda yuragi bo'lgan kafelli qismini yog'oqni tashimga o'zimizga ajratilgan kichkinagina joydan unumli foydalanib shunaqa har bitta jihozlarni bilan o'rnatib shunaqa ko'rinishda montaj qilib Bism W111 to'q konturli ko'chollari, ya'ni ichida kosmetik boylari bor. Kvartiralar uchun juda ham ajoyib yechim. Kichkina joydan unumli foydalanish uchun har bir narsa ichida 6 litrli issiq suv yongislari bor. Bir avtomobil uchun ham xizmat qiladi. Pastda hamma liniyalarimizni, radiator cho'plik liniyalarimizni bitta xonada ishlaydigan past haroratli tizim qilganmiz. Shunda boshqarishga ham oson bo'ladi. Ortiqcha asosida yana jihozlar qo'yib yurishi kerak bo'lmaydi. Bizda shunaqa yechimlar bor. Xudo xolasa yana kvartiramiz 100% tugaganda arzon qilamiz. Hozirda shunaqa bu yoqda aplisovkalarimizga tayyorlab qo'yganmiz. Xudo xolasa suv berib, kerakli bosimda tekshirib sistemamizni topshiramiz stajga. Bemalol staj qilib qolgan ishlarni davom ettirsak bo'ladi.